Kashbolarimiz 1.35 ga 1.10 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, живой bu hammasi gullarimiz har bir donasi 1 milliondan 13 ta dona bor. Undan tashqari ventilyatorimiz narxi 700 ming so'm bu ishlaydi. Undan tashqari kompressor 800 ming so'm, parakonvet komod $1000, vichkamiz 1 ga 1 bo'ladi 200 ming so'm. Горелkalarimiz har bir donasi 300 ming so'mdan, bularning pasporti ham bor. Undan tashqari mana bunaqa pechimizni narxi 1 million 200 ming so'm. Va hamda огнетушительlarimizning narxi 100 ming so'mdan. Va minbarimiz bor. Minbar mana stullar bilan birga narxi 500 ming so'm. Ulitkalarimizni narxi kelishilgan holatda telefon qilsanglar aytamiz narxini. Mana bunaqa ulitkalarimiz ham bor. Mana blokimizning narxi $200, 4 gigabaytlik bo'ladi. Mana firmasini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari bundan ikkita dona bor va hamda bitta chek apparatimiz bor. Mikrovallovый pechimizning narxi 400 ming so'm. Ventilyatorlarimizning narxi 70 ming so'mdan bundan 6 ta dona bor. Keyin mana bunaqa umuvvalnikimiz bor. Umuvvalnikimizni ko'rib olsanglar, shkopchiga o'xshagan bo'ladi. Buni narxi 150 ming so'm. Ko'rpachalarning narxi 100 ming so'mdan qilib beramiz. Yostiqlarimiz ochiladi, ko'rsatib beramiz buni. Har bir donasi 35 ming so'mdan 30 mingdan qilib beramiz. Chugunni qozonimiz bor va hamda ko'rayotganingizdek, nima deydi buni, o'chog'imiz bor. Buni narxi $100, 100 litrli bo'ladi. Endi qaranglar, alyuminiysi qozon bilan o'chog'imizning narxi 600 ming so'm. Qozonlarimiz 300 ming so'mdan. Undan tashqari ko'rib turgan restoran narsalar, hamma narsasi bor. Kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, narx-navolarni aytamiz. Moykalarimiz misol uchun 2 million so'mdan mana 3 talik bo'ladi. Bunisi esa 1,5 million so'm bo'ladi. Yoniga narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi.